1989-yilda shu domcha akamiz shu uyda qurib, Masha ismli qizga sovg'a qildi. Masha bu xonadonda Sasha bilan birga turmush qurdi. Turmush qurganidan beri, o'zi 2025-yildan beri shu uyga yashab, ular Rossiyaga qaytib ketdi. Qaytib ketishiga sabab esa Andrey degan farzandli bo'lib qoldi ular. Hozir sizlarga 4 qavatli panelli domni 4-qavatdan xonadon taklif qilamiz. Narxi esa 31900 AQSh dollar so'ralabdi. Nasib bo'lsa, albatta savdosi bu. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, lokatsiyasi Buxoro shahar, Mega Market Chorraha deb kelasizlar. Maktab, bog'cha hammasi dastur joyda. Tashqari atmosfera prosta bomba. Hozir bizga Mayshaxon iltimos qildilar, shu uyimizni sotib bering akajon. Nasib bo'lsa, sotganimizdan keyin sizni ham rozi qilamiz dedilar. Agar shu xonadon kimgadir ma'qul kelsa, bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin. Mana bu sanuzul qismi. Ana bu esa kuxnyamiz. Mana. Kuxnyadan bu tarafga ko'rishlaring mumkin, ochiq balkonga o'tib olishimiz mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? 31900 AQSh dollar so'raladi, albatta barakasi uchun o'tib beradi. 4 qavatli panelli dom, 4-qavati, 2 xonali. Umumiy maydon esa 55 metr kvadratdan iborat. Xonadonimiz ugloy emas, o'rtada joylashgan. Sizdan shu ayamasdan like bosib, yaqinlaringizga videomizni jo'natib qo'ysangiz, zero manfaati bilan. Taklif bizdan, tanlov esa sizdan. Hammaga xayrli kun, qaranglar hurmatli obunachilar. To'g'rimizda 7-mikron svetoforı, bu tarafimizda O'zbegim Adel Prodaja. Xo'p, aynan shu territoriyadan yo'l bir 100 metr ichkarida bir xonalik 2-qavatdan liftli domdan xonadonni sotuvga chiqqan to'liq obzorni o'z birgalikda ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, har doimgidek domning tashqi fasadini so'raysizlar. Tashqi fasadini e'tibor beringlar. To'liq granit toshlar terilgan, gaz liniyasi o'tgan, gaz, svit, suv, xudo xolasa bor, gaz lekin qo'yvormagan, e'tibor berasizlar. 7-mikron yo'ldusdan 100 metr ichkarida ana yo'ldusga qarab turgan ana shu domimiz. Bir xonalik 38 metr kvadrat, narxi arzon video kanalida 24900. Xo'p, bu oldi tarafdan ko'rinishi, e'tibor berasizlar, har bitta qo'shnilarga konditsioner qotirishi joylar tashib o'tilgan, ikkita kirib chiqish hodiga ega, ya'ni dvorda. Nasib bo'lsa, bu joyda slagbaum bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, aytganimizdek 5 qavatli liftli dom, 2-qavat. Domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. 38 metr kvadrat, 24900 AQSh dollar so'raladi. Faqat naqd pul evaziga xarid qilasizlar. Elektr montajlar qilingan, podvoynik shkatyorkalar urilgan. Ana bu joyda sanuzoli va ana bu yerda kuxnyani ko'rishimiz mumkin. 24900 AQSh dollar so'rab, naqd pul evaziga xarid qilasizlar. Taklif bizdan, tanlovsizdan albatta kesalaring savdosiga ega. 5 qavatli yangi ishli domni 4-qavati, umumiy maydon esa 60 metr kvadratdan iborat. Xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan bo'lsin deysiz, ana siz uchun maxsus taklif. Glavniy eshikdan kirganimizdan ana bu yerda perxojin shkaflar qilganlar, ikki tarafdan proyektli ko'rishlaring mumkin. Kuxnyamiz, birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz va juda ham katta va keng bo'lgan perxojkamiz. Perxojin shkafga bitta baho berasizlar. Devorlarda mo'ysha bo'ylar, u yoqda 100% laminat qilingan. Eng asosiysi kadastr hujjatlari jo'ppa joyida, hech qanaqa muammosi yo'q. Devorlarda mo'ysha bo'ylar qilingan, chiroyli pardalar, turetskiy radiatorlar, ana bu joyda dekoratsiya ishlarini olib borgan. Lustra ham titanik bo'lib yotibdi. Ikkinchi xonaga qaraydigan bo'lsak, ana bu ikkinchi xonamiz ana. Ikkinchi xonamizni ham ko'rishlaring mumkin. Remonti ideal holatda. Ana bu joyimiz sanuzulimiz, dapatalga kafel terilgan, ariston uстановka qilingan. Gaz, svit, suv, momo yo'q. Eshiklarga ham bitta ahamiyat berasizlar, magnetik MDF eshiklar. Hozirgina bitta klientimiz keluvdilar. Aynan shunaqa uy so'rovdilar, lekin ko'ra olmadilar, chunki vaqtlari bo'lmadi. Ana bu joyda esa двухкомнатный kacholimiz qo'yilgan. 5 qavatli yangi ishli dom, 4-qavat, 60 metr kvadratdan iborat, ikki tarafdan proyekt, dom ham veterinariy holatda. Narxi arzon joy kanalda 42500 so'ralab. Taklif bizdan, tanlov sizdan. Siz ayamasdan like bosib yaqinlarga jo'natib qo'ying. 5-mikron territoriyasidan uy qidirib yurganlar diqqatiga, 5 qavatli yangi ishli dom, 1-qavat, 2 xonali, umumiy maydon esa 65 metr kvadratdan iborat. Gazdan, svitdan, suvdan umuman muammosi yo'q. Shu kundan tartibsiz, shu kundan tartib bo'ladi. Narxi esa 38900 AQSh dollari, faqat naqd pul evaziga xarid qilasizlar. Ana birinchi xonamiz, zalimiz. Ana bu joyda ikkinchi xonamiz, podvoynik shkatyorka stashkalari qilingan, hurmatli obunachilar. Ko'rishlaring mumkin. Ana bu joyda alohida sanuzol qismi ana. Hojatxona, ana bu joyda yuvinish xonasi. Aniq lokatsiyasi 5-mikron Aura magazin deb kelasizlar. Kuxnya qismimiz, kuxnyada ham elektron cho'tchilar qo'yilgan. Ana bu joy esa 6 metrlik balkon, hurmatli obunachilar. Biz faqat taklif beramiz, tanlovda o'zlaringiz hal qilasizlar. Xohlang 7000 dollar rasvot qiling, xohlang 10000 dollar rasvot qiling. Moshinga, uyga qancha pul bersangiz, xotinga ham kamlik qiladi. Faqat biz taklif beramiz, tanlovchilar o'zlaringiz qabul qilinglar. 38900, 2 xonali 1-qavat.
Men yomon narx aytaman deb o'ylamang. Nimagaki shunaqa uy remontliklari hozir 55 mingdan 57 ming dollargacha reklama ketadi, hurmatli obunachilar. Keling, albatta savdosi bor. Taklif bizdan, tanlov sizdan. Korobka holatdagi xonadon qidirib yurgan yaqinlaringizga videomizni jo'natib qo'ysangiz, zero manfaati bo'ladi deb o'ylaymiz. Arzon uy-joy kanalidan uzoqlashmang.